Sehrgarlar, bugun pul bilan fokus o'rganamiz. Oldindan like va kommentariy yozib qo'yinglar. Pulimizni yirtamiz, ozgina joyni uzib olamiz va qarabsizlarki, abrakadabra pulimiz yana butun bo'lib qoladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun avval saqlang tiqib qo'ying. Endi bitta like bosing. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyaga yozib qo'ying. Sababi biz 100 ta fokus o'rganamiz challenge-ga start berganmiz va bu 5-video. Iloji bo'lsa kichkinaroq summani olib, buni tepa tomonidan buklaymiz. Iloji bo'lsa bukadigan joyimiz gullari bo'lgani yaxshi. Sababi biz yirtayotgan joyni o'rtasini qoldiramiz. Chunki ikkita chekkasini yirtib, o'rtasini pastga yashirib qo'yamiz, xolos. Pastga yashirganimizdan keyin tepaga tortganimizda pulni mahkam qisib, ya'ni anjon chaqilib aytganda chimdib turib qattiq tortsak yirtilgan ovoz chiqadi. Qo'limizda xuddi yirtilgan pul bordek ko'rsatib, uni yo cho'ntagimizga yoki og'zimizga solib qo'yishimiz mumkin. Undan keyin pulimizni ko'rsatib, yirtilgan yoki yo'qligini so'raymiz tomoshabindan. Buni esa qo'limiz bilan yashirib turishimiz kerak bo'ladi, shunday qilib. Va pulni orqaga bukib, tomoshabinga ko'rsatamiz. Pulimiz teshilgan, to'g'rimi? Ha. Endi abrakadabra va davraga nima bor? Abrakadabra pulimiz yana butun bo'lib qoladi. Qalay, fokuslarga yoqqan bo'lsa, aytib o'tganimdek obuna va kommentariyada keyingi fokus nima haqida bo'lishini yozib qoldiringlar.